ertalabki shoshqaloqlarga va band yugurchilarga Pure Milky. Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar. Kayfiyatlar qalay? Kamol Qohorov YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Bugun havo o'zgacha. O'zingizlar ko'ryapsizlar, yomg'ir yog'yapti. Lekin bunaqa havo ham bizani sizlar uchun nerealniy, masshtabniy videolar olishimizga xalaqit bera olmaydi. Sizlarni ko'p kuttirib o'tirmayman, chunki bugungi videomizda har bir daqiqani o'zi juda ham muhim. Bugungi videoda ishtirok etadigan jamoalarni taklif qilaman. Demak, bugungi videoda ishtirok etadigan birinchi jamoa, agar ko'rishga tayyor bo'lsanglar, O'zbekistonning oldi borlari, eng chiroyli borlari bu albatta YouTuberlar jamoasi. Guys, goddamn! That's talking English, bro. Goddamn, bro. Bizda birinchi jamoa bu YouTuberlar jamoasi. Kayfiyatlar qalay? Zo'r, brat. Judasizlar bugun. Naverno. Naverno. Kuttirib o'tirmayman. Sirazi biza ikkinchi jamoani taklif qilamiz. Ikkinchi jamoa Toshkentning chiroyli qizlari. Qizlar jamoasi. Let's go. Sizlarda kayfiyatlar qalay? Zo'r. Bugun qizlar yutadimi? Bugun qizlar yutadi. Chunki qizlar namnon aqlliroq. Sizlarga omad, yutsanglar bo'ladi. Yomg'ir sizlarga hech qanaqa xalaqit berish kerak emas bugun. Bizning jamoamizning nomi bor. Qanaqa? 67. Mashalloh. Va bizda o'rtoqlar raqobat his qilmaydigan, 90% videomizda g'alaba qozonadigan o'zini bolalar Vaynerlar jamoasi. Shahrusiy aura. Men qizlarga o'tdim. Qizlarni ustidan kulmanglar, iltimos. Men sizlarga endi bugungi videoni qisqacha tushuntirib beraman. Shohruz, chalg'imang. O'zi omadsizlikka o'tdi. O'zi. Eshtinglar. Bugun Toshkent bo'ylab quest bo'ladi. Har bir jamoani o'zini boradigan, Yana ham intrigu ishi gapiring. albatta. Har bir jamoani o'zini boradigan 3 ta lokatsiyasi va 3 ta challenge bor. Birinchi muhim qoida: har bir jamoadagi har bir ishtirokchi bittadan challenge-ni bajarishi mumkin. Misol uchun, Vaynerlar jamoasi birinchi lokatsiyaga bordinglar, azim siz shartni bajarsangiz, keyingi challenge-ni siz bajarishingiz mumkin emas. Bu degani qaysi ishtirokchi qaysi challenge-ni bajarishini kelishib olishinglar juda ham muhim bo'ladi. Eng muhim joyi nimadan iborat? Qaysi jamoa birinchi bo'lib oxirgi lokatsiyaga keladigan bo'lsa, Let's go. Pulni ko'rmay baqirmanglar. qaysi jamoa birinchi bo'lib lokatsiyaga keladigan bo'lsa, o'sha jamoa 10 million so'm yutib oladi. Let's go! Bolalar 10 million so'm qizlar, YouTuberlar o'ylaymanki sizlarga motivatsiya bo'la oladi bu. Qo'l bo'lmasin hozir sizlarning pulinglar. Yo'qmi? Mana. Sizlarning pulinglarni bizga qarab murojaat qilaverasan. Dudoshniki emas, 100%. Xudo haqqi dudosh yetmaydi bugun. Xudo haqqi. Men shu gapingga javob berasan, mamodi yetib ketsan, bilasan. Xudo haqqi yetmaysan. Kimda hozir qanaqa savollar bor? Ikki вопрос bor. Savollar yo'q. Javoblar bor. Qizlarga javob. Birinchi o'rinda men sizlarni bugungi kundagi manzillarni boshlaydigan konvertlarni berib chiqaman. Qizlar, bu sizlarga YouTuberlar, Vaynerlar. Hamma tayyor? 3, 2, 1 o'yin boshlandi. Давайте, go. Jim. Tixo. Давай. Shoshamiz do'stim. Quyosh tig'idan yaltirar moviy olam, to'lqinlar chorlaydi, eshitiladi shodon nola. Manako bag'rida suv bilan yashirin sinov, cho'milib topib yo'ling ol. Manako, ketdik. Anhor bog' bag'rida tezlikka to'la makon motorlar soplangan. Ketdi Anhorga boraylik. Yo'lda chuv olamiz. Ay belim! Meni tark etma, Ozoda. Bizaniki osmon sari cho'zilgan quvnoq bir maskan. Bolalar kulgusi jaranglaydi har on. Toshkent City Mall ichra yashirin bir park. Yo'l oling tezroq, qitoqda sizroq ketdi. Toshkent City. Toshkent City'da nima? Tepasida, Toshkent City'da park bor-ku, kстати. To'xtanglar, Zarina, идём.
Pognaly, mana. Qatta mashina, qatta. Mashina güzel. Mashina bila qayerda edi? Ana unda qo'yib qo'ydim. Broadway? Podzemka, unda chiqishimiz bor-ku naryoqda. Ketdik, bыстрее. Monaco kimdir bugun cho'milishi kerak. Men o'ylayman Ahror Alijonov bugun to'china cho'miladi. Bila, ikkinchi shartni qayerda olamiz? O'shadanmi? Shu yerdan keluvdingmi? Yo'q. Voy! Ketdik. Ketdik. Qayerdan keluvding? Bilin, urush yutqazamiz. Yur, bu tezlash. Anhor bog' bag'rida tezlikka to'la makon. Motorlar shovqinidan titraydi har tomon. Burilishlar ortida kutadi sizni sinov. Karting tomon yo'l oling. Boshlansin ilk dov. Ishtonam shu ketyapti, tez yugursan. Anchadan beri unaqa tez yugurmadim. Ketdi, Kaja! Что-то мне неудобнее вот туда ебериш. Azimcha, agar Shu yutib gapga yutishimiz kerak, ketsak, yutamiz. Biz yutib ketsak, azimcha. Shunaqa minus avro bo'ladi. Bizning operatorimiz ham mashinasi bor. Ani o'zgan qo'yib yuboring, chiroyli yurib beramiz modelni. Ket. Gullar, romantika, chiroyli restoran tamadigi. Kamini 6 утра. Kim qatnashadi Anhorlashmoqda? Jeko qaydasin? Menimcha oson bo'lsa kerak birinchisi. Xullas o'rtoqlar, birinchi shartimiz Anhorlashmoqdan bilishim bo'yicha, kartingda kim yaxshi haydaydi? Jekoda. Bizda Jeko haydaydi yaxshi. Shuning uchun karting shartini Jekoga topshiramiz. Xudo xolisa akam inshaalloh. Oldin bir yil rostdan kardingmi? Karting yozib qo'ygan-ku, karting tomon yo'l oling. Boshlansin ilk dov. Chajitib yozib bergan bu. Ha, men o'tiryapti mashinaga qizlar. Endi o'tiradi. Yutqizdi bular. Gullar, romantika, chiroyli restoran tamadigi. Mashinani ocharinglar. Ocharinglar mashinani. Nimaga shuncha lazim o'verin? Nimasiga? Agar qizlik uchun xohlasanglar, albatta like, podpiska va kommentariy teksana. Bo'ldi, endi biz zavtr qilamiz. Zavtrga mana shunaqa sirok yeymanman. Men yogurt ichaman, bananli. Вообще zo'r. Как раз завтра qilmagandik. Ha, bo'ldi, hamma ketib bo'ldi. Biz endi boshlaymiz, jigarlar. O'zbekda bitta maqol bor edi, yurganniki emas, buyurganniki. Jigarlar shoshilmayapsizlar, lekin 10 million so'm kerak emasmi? 10 million so'm yo'q qildi-yu. Bitta anekdot. Anekdot latifami? Bir kuni В пиве мало витаминов, поэтому его Voy, men bilardim-da shunaqa qilishini. Ovqatlanib olamiz ham bolalar. Voy, ovqatlanib olish shart emas, Doniyor aka. Bizda ajoyib bo'lgan Pure Milk yogurtlari bor. Yogurtdan ber. Ovqat shart emas, Jeko. Oka banana visi bor. Banani xolasi siroklari bor mana. Shuni ochaman mana, shuni ochaman. Lekin men shu Pure Milkni anaqa mahsulotlariga 5 ketdim borim. Nega? Tabiiy, hamma narsasi. O'zimizda ishlab chiqariladi hammasi yana. Pure Milk eng zo'r tanlov. Masalan, nimadir noqulay vaziyat bo'ladi, Jeko. Men ilonlarning ichiga tushish, nimadir bo'lsa, men tayyorman, любой narsaga. Komandam uchun, ilonning ichimi, Yaqinlaring uchunmi, pul uchunmi? kelasi ham. Yaqinlarim pul topish uchun. O'sha pul topish uchun Dudosh bilan 1 soat vaqt o'tkazish kerak bo'lsa. Yo'q. Jamchalik yaqin emasmi? Kamil Qahirov. Yaxshi ham vizalar bor-da, bizdan chaqirib turadilar. Ketdi bitta anekdot, Bobur. Mendanmi, opet? Ko'chada yurotdim, bitta negr televizor bilan ketyapti. Voy, meni ichini olib ketdi deb o'ylasam, meni ichib pastda yuribdi. Oxirini tichvardi endi. Azgina bo'ldi lekin, azgina qoldi, jigarim. Ber menga Pure Milk anaqasidan, yogurtidan ber. Wow, Pure Milk yogurtlar вообще zo'r ekan, hech ko'rdinglarmi? Mana shu videoni men Twitch'da streamda ko'rayotgan bo'laman. O'zimga salom. Hozir biz Miss Dolina shousiga ketyapmiz. Hozir yurib beramiz, ketdi. Hali qizingiz zo'r bo'ladi, shunchasi oson bo'lmadi. Og'ir mehnatdan qavargan qo'llaringizga ishon. Bilishga kelyapmiz o'sha narsani, nimaligini bilishni bilmaymiz, lekin bila olamiz. Qani Skype, mana Skype. Bizda konvert qidirishimiz kerak yoki topishimiz kerak, nimani qilishimiz kerak? Nima qilish kerak? Xime Dvino albatta quest. Men birinchi marta kelyapman bizga. Voy, mujazzam. Maskasi yeching davay.
baland tepalik qarshingizda turar, eng cho'qqisida sizni bir sir kutar. Avval Pure Milky ichib kuchga to'lib oling, jasorat bilan yuqoriga chiqib boring, kerakli buyumni topib pastga olib tushing, youtuberlar va vaynerlarni ortda qoldiring. Tepaga chiqasan, kerakli buyumni topasan, pastga olib tushasan. Qaysi tepaga nechta tepa bor bu yerda? Qaysi tepada? Eng tepasi. Nima bor, nima xatta borligini bilmayman. Nima olishim kerak? Konvert olishim kerak. Любой narsa, konvert, ko'zingga Mashitda deb o'ylayapman. Ketdim, bu yoqqa qarab chiqsa bo'ladi. Anta konvert turibdi, menimcha o'sha. Qancha konvert? Mana. Chiq, ozodi boshdan. Mana-ku yopiq ekan. Kim aytdi? Ha? Kim aytdi? Komil aka? Biladi. Bala, rебят, prank. Ishondinglarmi? Bizda mana birinchi lokatsiyaga yetib keldi. Tezroq bajarishimiz kerak. Yoki finalga kim birinchi kelsa o'sha yutgan bo'lar ekan. Bu yerda sizni tezlik sinovi kutadi. Har bir soniya g'alabaga yaqinlashtiradi. Komil Qahhor bir aylanani 50 soniyada o'tgan. Undan tezroq yursangiz g'alaba yo'l ochilgan. 49 sekundda kelishingiz kerak. Давай. Jeko, aka smelo, aka. Давай. Давайте. Qaysi mashina, aka? Aka tezini qilib bering. Sizdan Jeko xato qilmang, yutinglar. Yutamiz. Endi bilib bo'lmaydi-da. Ekstremni men olaman deb aytdim, поэтому hozircha shartni men bajaraman. Hatto cho'milim kelmayapti umuman. What the heck? Shunchalik ham ko'rinadi, joymi? Uyat degan narsa bormi? Oson. Pure Milky ichdingmi? Yana ich vaqti yaqin. Yana. Kuch. Safar. Kuch, давай. Xaroz. Bo'ldi, давай, chiq. To'xtanglar, hozir men anaqa chiqishim kerakmi? Ha. Bemalol, easy qila olasan. Easy. Easy keta olasan. Давай. Ozod. Давай, ozod, давай. Qara, nafas olasan, chiqarasan. Давай. Yaxshi. Zo'r ketyapsan. Hali qizingiz zo'r bo'ladi, shunchasi oson bo'lmadi. Давай. Umniца, молодец. Yaxshi. Sekin, shoshma. Qo'lingni kuchli qilib olgin. Chapdagi ko'kka qo'ygin, chap oyog'ingni. Ha, yaxshi. Zo'r. Sakrab oshib ketsa zo'r bo'lardi. Oshib chetga bo'lardi. Konvert chiqadi. Ay, yo'q. Voy, bilayoq. Ozod emas. Ozod haqida gapirmadim. Ozod emas, men konvert haqida gapirdim. Qo'lim og'rib ketdi. Men boshqa chiqa olmayman. Yo'qshi. Ferrari usumli avtomobil tayyor. 7-raqamli. Men o'zim ishim har doim o'sha shashka qilib yuraman. Doniyor Leclerni eshitganmisizlar? Doniyor Lecler. Taassurotli cho'tki jigar, har doim haydab yurgan ishim sho'pirman-ku. Bu gaz, bu to'g'rimi, ha? O'ng gaz, chap to'g'ri. Давай, Jeko! Zo'r, yaxshi. Xo'sh, nima bo'lyapti bolalar? Akam! Unumli. Akam! Men ham hattoki hozir birinchi bo'lib vaynerlarning oldiga yetib keldim. Vaziyatni o'zim ko'rish uchun sekundga kim qarayapti? Yo'da sekund chiqadimi? Chiqadi, bitta ko'rik, ikkinchi ko'rikda chiqadi. Tezroq, Jeko, tezroq! Jeko! Bilmadim, Jeko mendan ko'proq mashina haydaydi, mendan tezroq o'tish kerak. Hozir mana ko'ramiz. Jeko! Ladies and gentlemen! 48. Yutdi aka! Bo'lchi, tezroq ketdim. Ketdi. Ha, ketdim. Hurmatli vaynerlar, ikkinchi konvertni mana shu ochsanglar bo'ladi. Jeko, o'zingiz tez o'qib beraman. Mana shu o'qinglar. Xo'p.
Suv tubida sirli maktub pinhon yotar. Jasur yurak egasi uni izlab topar. Kamol Qahhorovga obuna bo'linglar, jonlar. Ekstremda o'zim olib kelaman dedi-ku. Nima bu? Tushib turibmanmi? Doimda qilamiz. Men ip bilan shuni uraveramiz. Davay. Ideya. Chiqmaymiz. Davay. Bekorga shuncha qiynalib chiqdimi? Men bundoq qilib, ayol kishini omadi bilan o'ynashmi? Ayol kishini aqli bilan o'ynashmaylar. Ozoda, молодец. Tak, hammasi aynan o'sha yerdan boshlangan. Sizlarni barchangiz